tumanidan keldim mana musobaqaga. Xudo xolasa birinchi o'rinni qo'lga kiritib qaytamiz. Yugurish marafoniga qatnashyapman. Ancha sog'ayib ketdim, yuryapman, Allohga shukr. O'tgan yil ham qatnashganman, bu yil ham qatnashyapman. Xudo xolasa hali yil birinchi, ikkinchi o'rinlarni olamiz. Shuncha sharoit qilayotgan prezidentimizga rahmat. Marafondan ko'nglimiz to'ldi. Do'stlar orttirdik. Paralimpiyadaga shunchalar e'tibor berilyapti ekan, yurtboshimizga kattakon rahmat aytamiz. Bugungi kun ajoyib bo'ldi. Birinchi o'rinda oldim. Ijtimoiy himoya milliy agentligiga kattakon rahmat.